Hozir menga dunyodagi eng chiroyli qiz ismini aytishingiz kerak bo'ladi. Madina. Yaxshi, ketdi. Siz nima? Shahnoza Bonu. Agar Madina bo'lgan sovuq sizniki bo'lardi. Ismingiz nima? Xadija. Siznikimi? Angelina. Siz nima? Amira. Sizniki? Ziyoda. Sizniki? Nurshon. Nimaga Madina emas? Ismingiz nima? Go'zal. Agar Madina bo'lgan sovuq sizniki bo'lardi. Ismingiz nima? Ismingiz nima? Mazlum. Seriyozmi? Mashq qizmi? Tanishilmasmidi? Yo'q. Voy, anu qiz lekin ismini aytganda sizdan oldin yetib olishi mumkin ekan. Qayerda bilsa bo'ladi Madinaligini? Kimga? Привет. Можешь сказать, как меня зовут? Siz haqiqatda Madina bo'lgani uchun qo'limdagi sovg'a sizniki. Endi bitta savol, ichida nima bor deb o'ylaysiz? Наушники. Boshqaroq narsa menimcha. Коробка шоколада. Ну, mayli ochib ko'ra qoling. Наушники я Shu joyda bitta savol beraman. Agar menga podpisnik bo'lgan bo'lsangiz, men sizga 100 ming so'm qo'shib beraman yana. Нет. Bo'lmaganmisiz? Hozir men 10 gacha sanayman va o'zim bilmaslikka olaman. Agar siz 10 gacha menga podpiska bo'ladigan bo'lsangiz, 100 ming so'm qo'shib beraman yana. Ketdi. 1, 2, 3, 8. 9. Qarang, bu bizga oldin obuna bo'lganmisiz? Да. Seriyozmi? Podpiska bo'lganingiz uchun ham naqd 100 ming sizga, sovg'a ham sizga. Спасибо. Sizlar ham hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar.